Ko'rishguncha endi oxiratgacha, xalq seni orting yig'laguncha, sendek bitta inson tug'ilmaydi-da, onalar tug'sa-da haqiqiy qahramon deb tan oladi. Chunki buni ko'rsatgan jasorati bu juda ham katta jasorat. Shuning uchun bu Bobur Mirzoni xotirasi abadiy vazirlik shaxsiy tarkibining ichida mangu yashaydi. Alloh taologa eng mahbub inson insonlarga foydasi tekkanidir degan ekan. Mana shunday xalqimizga foydasi tekkan kishi edilar. Alloh taolo o'zi mana shu kabi savobli ishlarini o'zlariga hamroh qilsin. Qabrlarni jannat bog'chalaridan bir bog'cha qilsin. Oxirating obod bo'lsin, do'stim, yotgan joying nurga to'lsin. Do'stim, qadring juda baland edi-da. Do'stim, sensiz bizga qiyin bo'ldi-da. Do'stim, oxirating obod bo'lsin, do'stim, yotgan joying nurga to'lsin. Do'stim, qadring juda baland edi-da. Do'stim, sensiz bizga qiyin bo'ldi-da. Do'stim, ishongisi kelmas yuragimni hech, ayriliqqa o'zim ko'ndira olmaydi. Onang bir burchakda jim sokin turar, to'kkan yoshin hech kim tindira olmaydi.